同学们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Aska。今天我们要学习的是第2单元。上一次呢，我们学阿里木他接到妈妈的电话，妈妈呢告诉了他一件喜事儿，什么呢？他的姐姐要结婚了。那第2单元写的是阿里木回家。那听到姐姐要结婚了的这个喜事儿后，阿里木决定回去了。那这个单元讲的就是他回去之后的所见所闻。那么阿里木回家发生了什么事情呢？我们先来学习一下我们今天的生词。Avval biz mushu ham so'zni bir ugunib o'taylik. Bu olim uyga qaytib ketgandan keyin nima ishlar yuz berdi? Xatni ugunib bo'lgandan keyin bilamiz. Birinchi so'z 刚才。那刚才怎么写的呢？竖横折钩，撇点，竖钩，才。这个我们以前学过了啊。刚才deganimiz bayatdan, ya'ni nimani so'zlaydi? Vaqtni so'zlaydigan bir so'zlar. Masalan, bayam siz nega ketdingiz? 刚才你去哪儿了？刚才你去哪儿了？ U bayam degan bo'lsa, 他刚才还在这儿。他刚才还在这儿 desak bo'ladi. Ikkinchisi 差点儿。差点儿deganimiz是 az qoldi, tas qoldi desak bo'ladi. Masalan, tas qoldim kechikib qolganga. 我差点迟到。那么bu tas qoldim bo'lgandan keyin kechikdimmi? Kechikmadimmi? Aşı kechikishga az qoldim, lekin undaq bo'lmadi. 所以差点儿这件事情呢并没有发生啊。我差点摔倒了。tas qoldim yiqilib ketganga. 我差点摔倒了。那我摔倒了吗？没有啊，没有。好，下面一个认，一个言字旁一个人。我们在第1册里面学过，认识你很高兴，或者说我很高兴认识你。认deganimiz tunush. 那bu yerda shu tunumak degan bir ma'no chiqdi va masalan sizni taniyolmay qoldim degan bo'lsam, 我认不出你desak bo'ladi va na yana masalanga mening ukam xat tanimaydi desak, 我弟弟不认字 desak bo'ladi va xat tunish. Andan keyin ish qilib bir narsani tuniya olsak, bila olsak, kim ekanligini, nima ekanligini bila olsak, ren. Na tunimasak 就是不认啊。meni tunamsiz? 你认识我吗？ yoki 你认得我吗 desak bo'ladi va 好，出来。这个字呢我们以前也学过。asli ma'nosida shu ikki xatning o'zini ham egasak chiqish deymiz-ku. Masalan, men yoqqa chiqing degan bo'lsa, 你出来一下都可以，你出来一下。好，那出来degan bu so'zni yana biz shu fe'lninki keyiniga ekilib, 什么出来degan bo'lsak, shu ishni qilib chiqqanligini ko'rsatib beradi. Masalan, minib chiqish bo'lgan bo'lsa, 走出来。 yugurib chiqqan bo'lsa, 跑出来。 ko'rib biladigan bo'lsak, 看出来啊。 andan keyin anglab biladigan bo'lsak, 听出来。 比如说 sizning ovozingizni anglab tunib oldim bo'lgan bo'lsa, 我听出来你的声音了。 desak bo'ladi va 那想出来bo'lsa, o'ylab chiqish. Masalan, men bir yaxshi amal o'ylab chiqdim. 我想出来一个好办法 desak bo'ladi. 更 tehmu.
Na iliqi burun biz bir piyen degan xatni o'rgangandik, piyen deb yana biyen deb o'rgangandik. Shu xatning tanrim pangsini ilaversak, 就是这个更 degan xat, texmi degan gap. Masalan, egiz deganni gao deymiz, o texmi egiz bo'lsa 更高. Na cho'ng deganni da degan bo'lsa 更大 degandek. 比如说bu tovus nihoyatda cho'ng, 这个西瓜很大. Na bu tovus uningdanmi cho'ng degan bo'lsa, na 这个瓜更大 desak bo'ladi, 更好. Na texmi chiroyli degan bo'lsa, 更漂亮. Siz burunqidanmi bak chiroyli bo'lib ketibsiz desak, 你比以前更漂亮了 desak bo'ladi. 你比以前更漂亮了. 下面一个老我们以前在学老师的时候呢，学过这个字。其实老degan bu xatning ishlatilishi还是比较多的啊。Masalan, konu do'st degan vaqtimizda 老朋友 u qayerda do'st emas, konu do'st bo'lib qoladi. 老朋友 biz konu do'stlardan 我们是老朋友 我们是老朋友。那还可以说mushu yashinib qilish degan ma'nosimi bo'ladi. 比如说老人 na masalan men qerib qoldim degan bo'lsak, masalan mushu birinchi qatim mushu film tatqanda nazirga qadar keyrani kanju 就是什么呀老了，你就说哎呀老师老了 muallim qeribdi 老师老了 desak bo'ladi, 老. 那么bu darsda bizningki yana bir ma'nosi chiqadi bu lawniki, ya'ni burunqidek o'zgarmidi desak nima deymiz? Laoyangzi. Bu laoyangzi deganimiz qiyri turqi emas, shu burunqidek lamni shu o'zgarmidi. Bu shu ikki yil ko'rishmabdiq, yana burunqidek turibsiz desak, 2年没有见你还是老样子。就是这个话啊。那下面这个样子就是hozirda vatqan mushu turqi degan ma'noda. Na uningki turqi qandaq ekan desak, 它的样子或者它是什么样子的？它是什么样子的？Odatda bu 样子mushu tashqi qiyofatga qarata so'zlangan gap, ammo ichkilariga uni biz 样子 desak bo'lmaydi. 好，这个呢是样子。好，下面一个呢，到，一个单人旁，然后再加一个到。那么bu到deganimiz nima bo'ldi desakchi, xcha. Masalan, biz bu mundaq bo'layotdi, lekin bu xcha. 比如说vaqt o'tib ketib bordi. Men kundan kunga qanday bo'layapman? Men kundan kunga qerib ketib boraman. Lekin mening do'stim asli qerisi to'g'ri bo'ldi. U xcha yoshirib ketgan bo'lsa, 那我说我一天比一天老，我的朋友倒是一天比一天年轻。再听一遍啊，我一天比一天老，但是我的朋友倒是一天比一天年轻。哎 xcha andan keyin 再比如说，我还是老样子，men yana burunqidek，倒是你更漂亮了。men burunqidek xcha siz texmi chiroyli bo'lib ketibsiz，倒是你更漂亮了。到 xcha deganni bildirdi. Na odat ishlatgan vaqtimizda 倒是什么什么什么 desak bo'ladi. 倒是你 yoki bo'lmasa 你倒是都可以。下面一个新郎，新 deganimiz yangi， 对吧？新，那郎呢？点横折横横竖提点一个耳刀，新郎。ma'nosi mushu to'y yigiti, ya'ni mushu to'y qilayotgan shu yigitni shinlang deymiz. To'y qilgan shu qizchaqni kelinchakni nima deymiz? Shinnyang deymiz. Shinlang, shinnyang. 好，bugun to'y yigiti bak kelishgan bo'lib ketibdi desak, 今天新郎很帅。今天新郎很帅。那 qaysi to'y yigitga desak, 哪一位是新郎？哪一位是新郎？desak bo'ladi.
新郎，精神，精神，精呢是一个米点还按照那个一个清，一个清，神呢是点横撇竖点，按照那个竖横折横横竖，也是神点还那个你们写，精神digamos ruhlu titik。ameliyatda bu 精神呢，它有两个读音啊，ikki xil o'qilishiva，不是精神，然后不是精神。后面我们也会讲到，精神的时候是 ro'yi。masalan， 雷锋精神，那雷锋能 ro'yi， 雷锋精神。那merdeki ma yenektonda精神bo'lib chiqsa, u ruhliq bo'ladi. Masalan, bugun muallim intayin ruhliq ekan desak, 今天老师很精神。desek bo'ldi. Agarda birasida so'l chap qolgan bo'lsa, 你说今天你怎么没有精神 bugun deb so'l chap qolibsiz-ku, 那就是 ruhliq emas-ku. 今天你怎么没有精神 desek bo'ladi. 下面一个呢 的一个双人旁，然后一个日，然后呢横横竖提竖钩点，这个的它的意思呢一般情况下们说to'liqlik uchunki simvoli bo'lib mangdi, ya'ni ma'lum bir harakatlarninki qandoq 怎么样 ekanligini deb berdi. Masalan, yugurishni 跑 degan bo'lsa, 那跑的怎么样 qandoq yuguryapti, tezmi, ostimi, 那跑得快 跑得快 desak bo'ladi. Andan keyin masalan shuy uxlash deganni shuy deymiz-ku. 那 uyqusi qandoq, yaxshimi, yaxshi emasmi desak, shuyda 好. 那 uyqusi yaxshi emas bo'lsa, shuyda 不好. shuyda 好, shuyda 不好. 那 masalan, degan men shunday yaxshi uxlabdiman degan bo'lsam, 昨天我睡得特别好. 昨天我睡得特别好 desak bo'ladi. 这个的呢，它后面加一个这个形容词的时候，它可以表示这个东西怎么样 deganligini ko'rsatib beradi. Astadiksi 别呢是一个口一个力，然后一个利刀旁。别 degan bu so'zniki ma'nosi 就是不要 degan bilan o'xshash, 就是 qilmang degan gap. 比如说 masalan, midirlamang, 别动，别动 kelmang, 别来，别来。那 demang, so'zlamang, 别说，别说 desak bo'ladi. 那比如说meningki kitobimga chiqilmang desam, 别动我的书，别动我的书 desak bo'ladi. 好，这个是别。下面呢，拿，上面是一个和，你给下面一个手，你们degan gap ilish degan gap. Nima bilan olamiz? Qo'l bilan olamiz. Shuning uchun aslida bir tal qo'l bor. 拿 ilish. 那比如说pul ilish, 拿钱. odatda bu na deganimizda masalan qo'yib qo'ygan narsani bunda qo'limiz bilan bunda olganni na deymiz. Masalan, menga bir kitob ilib eting desam, 帮我拿一本书，帮我拿一本书 desak bo'ladi. Andan keyin posilkani u akatdi degan bo'lsam, 包裹他拿走了，包裹他拿走了 desak bo'ladi. 拿 ilish aktish degandek ma'noda. 好，下面一个呢，开玩笑，开玩笑。开 ichishdiki开对吧？玩是 o'ynashdiki 玩，笑呢是 kulishdiki 笑，一个竹字头撇横撇捺，开玩笑。开玩笑的意思是 chaqchaq qilish, chaqchaq qilmoq. Masalan, 只是开玩笑 faqat chaqchaq qilib qo'ydim. 那 odatda sizga chaqchaq qildim degan o'sha ga deganga kin degan xatni ishlatamiz. 比如说跟你开玩笑，跟你开玩笑。那比如说sizga faqat chaqchaq qilib qo'ydim, xafa bo'lmang desak, 只是跟你开个玩笑，你别生气。只是跟你开个玩笑，你别生气 desak
bo'ladi。好，下面呢，要么开玩笑呢yana birsiga mushu chaqchaq qilmang desak，别开玩笑，别开玩笑。desak bo'ladi. 那么这个开玩笑deganimizda bu rost chaqchaq bo'lsa-mu bo'ladi, yana bir xilliqi astoydil emas degan ma'nosini bildiragili bo'ladi. 比如说这件事情很重要，你别开玩笑。bu ish nihoyatda muhim, siz buni chaqchaq qilmang. 这件事情很重要，你别开玩笑 desak bo'ladi. 好，下面一个呢，就是 we degan gap. odatda mushu savol so'rg'an vaqtimizda xuddi shu bir narsaga hayron qolgan chog'da vi desak mushu yi bilan ifodalasangiz bo'ladi. Yozilishi yiga kou, ananiki yiga heng heng zhe heng shu zhe zhe gou pie na. 比如说 vi bu kim o desak yi 这是谁 desak bo'ladi. yi nega borasiz? yi 你去哪儿 degandek gap 就是 vi deb sualning oldiga gap ishlasak bo'ladi. Keyingi so'z 记得 isida bor bo'lsa 记得 bo'ladi. 比如说 bu yo'l ismda bor desak 我记得这条路. siz ismda bor desam 我记得你 iliqi ish esingizda bormi? 你记得那件事吗？你记得那件事吗 desak bo'ladi. Esimizda bor bo'lsa 记得, esimizda yo'q bo'lsa 不记得 deymiz. 好, keyingi so'z 去年 qarmoqqa bugungi so'zlar jiqroq bo'lgani bilan lekin tasamasa 去年 deganimiz oldingi yili. bu yilni 今年 deymiz buni burun yugunib bo'lganda. oldingi yili 去年, kelar yili 明年. 好，今年是2019年，去年是2018年，明年是2020年啊。好，去年。oldingi yili siz neredediniz? 去年你在哪儿？去年你在哪儿？ bu men oldingi yili setib olgan kiyim bo'lsa 这是我去年买的衣服 这是我去年买的衣服 desak bo'ladi. 下面条撇横撇捺，然后呢横竖钩点点啊。条是什么意思呢？ miqdor so'z bo'lib keladi. odatda uzuncharoq narsalarga ishlatamiz. 比如说 zanjirga 一条项链 desak bo'ladi. 一条项链。yo'l deganga ishlasak bo'ladi. 一条路。然后我们还可以用到 biliq 一条鱼 desak bo'ladi. 这是条 miqdor so'z. bu yo'l nihoyatda kenggan degan bo'lsak 这条路很宽 这条路很宽 deymiz. keyingi so'z 土路是to'qidagi土，路呢是yo'ldagi路，土路就是to'p yo'l. burun bizning yezda to'p yo'li bor desak 以前我们村里只有土路，以前我们村里只有土路 deymiz. 土路 deganimiz 就是 to'p yo'l. hozir mushu to'p yo'llar qolmadi desak 现在没有土路了. mushu hozir taraqqiyotlarimiz nihoyat yaxshi, 现在发展的特别好，没有土路了 desak bo'ladi. hozirgi yo'lni nima yo'l deymiz? 柏油路 deymiz. 柏油路就是我们这个现在的这些路，我们也可以说是马路，好，下面一个呢是变怎么写的？点横竖竖，然后两个点，下面一个又。变是 o'zgarmak. 比如说 siz o'zgarib ketibsiz, 你变了. ishqilib nima narsa o'zgargan bo'lsa, 什么东西变了
deseniz bo'ladi. Odam siz o'zgargan bo'lsangiz, ni 变了. Sinf o'zgargan bo'lsa, 教室变了. Muallim o'zgarib ketgan bo'lsa, 老师变了. Opam dadam o'zgarib ketgan bo'lsa, 爸爸妈妈变了. Ishqilib, muhit o'zgargan bo'lsa, 环境变了. Mayli nima bo'lsin, o'zgargan bo'lsa, 变了. Deymiz. 好，下面一个呢，说，这个我们以前也有学过啊，一个言字旁，两个点和一个口，然后下面一个是 r， 其实这边是一个对点。好的，说 so'zlash gap qilish degandagi， 比如说deganimiz shu misol olsak degandagi palonchi birdan dedi degan bo'lsa, 那就是谁谁谁说 desak bo'ladi. 比如说 opam dedi tamoqni vaqtida yedi. 妈妈说按时吃饭. 妈妈说按时吃饭 degandagi muallim yaxshi o'qinglar dedi. 老师说好好学习. 老师说好好学习 degandek. Na palonchi bir nim dedi deganda 谁谁谁说 deymiz. Bu gapni kim dedi? 这话是谁说的? 这话是谁说的 desak bo'ladi. 说 uningdan boshqacha shu sho'niki yana bir ma'nosi bor. 那就是so'zlash, qaqshash, gap qilish degandek. Masalan, uyga vaqt qolsam opam qaqshaydi desam, qo'ra opam menga so'zlaydi degan bo'lsam, 回去晚了妈妈会说我. 回去晚了妈妈会说我 desak bo'ladi. 好，下面一个对 niki ma'nosi atrat. Birinchi atrat bo'lsa yidoy, ikkinchi atrat ardoy. Odatda masalan ba'zan bekatlarga kelgan vaqtimizda yidadoy, ardadoy deb qo'ydik-ku. 就是这个啊，birinchi cho'ng atrat degandek. 这个应该没问题. Masalan, bizning uy 3-chi cho'ng atratda degan bo'lsak, 我们家在三大队. 我们家在三大队 desak bo'ladi. 好，然后下面一个呢，后撇撇横，然后下面是一个口。后degan bu so'zni biz burun o'rgangan vaqtimizda, ya'ni 第一册的这么o'rgangandik. 上下左右前后deb o'rgandik. Keyni orqa tarafi degani ho'da. Nima bugungi bu darsda bu ho'niki qanday ma'nosini o'rganamiz desak, ma'lum bir vaqt yoki bir ishning keyniga ho degan xatni eklasak, demak shu vaqtni ko'rsatib berdi. 比如说 ishqi berish deganda 上班 deymiz. Ishqi chiqqandan keyin degan o'sha keyin deganga hovni eklamiz. 上班后. Maktabdan tushgandan keyin bo'lsa 放学后 desak bo'ladi. 再比如说 ta'til qo'yib bergandan keyin biz sayohat qilib kelaylik desak 放假后我们去旅游吧. 放假后我们去旅游吧. ishdan tushgandan keyin men sizni og'ida kelman bo'lsa 下班后我来接你. 下班后我来接你 deymiz. 村 Kenneth. 好，怎么写的？一个木，然后一个村。bizning Kennethda 200 odam bor desak, 我们村里有200个人. 我们村里有200个人 desak bo'ladi. Bizning Kennethning muhiti nihoyatda go'zal desak, 我们村的环境特别好. 我们村的环境特别好 desak bo'ladi. 下面变化。那变化是什么意思呢？是 o'zgarish. 变 degan o'zgaribdi. 那变化是 o'zgarish. Masalan, o'zgarishi cho'ng, o'zgarishi kichik degan vaqtimizda 变化ni ishlatamiz. O'zgaribsiz bo'lsa 变 ni ishlatamiz. Shu vaqtida masalan, bir yil qaytib kelmasam, kentimizniki o'zgarishi nima degan cho'ng bo'lib ketgan desak, 1年没有回来，村里的变化太大了。1年没回来，村里的变化太大了。那么oldin qitim shu filmda hozir qitimga
bir yildan ortiq vaqt o'tib ketdi. Saboqdashlar o'yin ma'lum jibchiq o'zgarib ketibdi degan bo'lsa, 那就是一年不见，老师变化太大了，变化 o'zgarishi。然后下面一个呢，柏油路。刚才我们在讲这个土路的时候 asfalt yo'l 柏油路 degan to'qi 就是这个柏油路啊。 asfalt yo'l hozir yo'llarning hammasi asfalt yo'l bo'lib ketdi. 现在的路都是柏油路，现在的路都是柏油路 desak bo'ladi。下面一个修，一个单人旁，一个竖撇横撇捺，然后撇撇撇。修 degan bu so'zniki ma'nosi yasamoq degan ma'no chiqadi. Masalan, yo'l yasash degan bo'lsak, 修路 deymiz. Telefon yasash bo'lsa 修手机. Kompyuter yasash bo'lsa 修电脑. Masalan, kompyuterim buzilib qoldi, yasab bersangiz bo'pti desak, 我的电脑坏了，麻烦你帮我修一下。telefon yasashni bilamsiz? 你会修手机吗？你会修手机吗？ desak bo'ladi. 好，下面一个路灯，路 degan yo'l, 灯 degan chiroq. 路灯就是 yo'l chirog'i. 好, buning bir jumla tuzib baxsak, bu yo'l chiroqlari bek chiroyli ekan. 这些路灯很好看，这些路灯很好看。kechda bolalar yo'l chiroq ostida o'ynaydi, cho'nglar mangdi degan bo'lsa, 晚上孩子们在路灯下玩耍，大人们在路灯下散步。晚上孩子们在路灯下玩耍，大人们在路灯下散步 desak bo'ladi. 好，这是路灯。安 deganimiz o'rnatmoq. 比如说to'r o'rnatgan bo'lsak, 安宽带. televizor o'rnatgan bo'lsak, 安电视, 安电脑, 安电话. Bizning uyga telefon o'rnatdik, 我们家里安电话了degandek bir narsani o'rnatgan bo'lsa, 安 degan xatni ishlatamiz. 好，下面一个呢，上，这个上我们以前学过 usti deb turib o'rgangan sham deganni. Lekin bugungi bu darsda bu sham deganimiz uchun barmoq degandek bir ma'nosini ko'rsatib beradi. Masalan, o'qimoq degandek, bu shu maktabga berish deganni sham shu deymiz. Sham shu. Ishga berish bo'lsa, shang ban degandek, shang shu, shang ban deymiz. Darsdan tushganni fang shu deydi. Ishdan tushganni xiang ban deymiz. Xo'p, darsga kirish deganni shang ke, darsdan tushish xia ke deymiz. Xo'p, shang barmoq, maktabga bormoq, ishga bormoq degan ma'noda chiqadi. 五颜六色 颜色 degan bu so'zni biz oldingi shu qismda o'rganib bo'lgandan, Ali木去买衣服的时候，他买了一件蓝色的衬衫，是吧？他喜欢上了一个蓝色的衬衫。那么颜色 deganimiz rang. 5, 5, 6, 6. 5 rang, 6 rang, bu nima? Rango-rang degan gap. Masalan, 就是har xil ranglar bo'lsa 五颜六色。 有些人喜欢穿五颜六色的衣服， ba'zilar rango-rang kiyim kiyishga amroq. Demakchi, o'sha bir kiyimning ustida har xil rang bor demakchi,跟彩虹一样的。好，下面一个呢，幼儿园。幼儿园 balla bog'chisi degan gap. Masalan, mening balam balla bog'chida o'qiyotdi desak, 我的孩子上幼儿园。 我的孩子上幼儿园。那么，shu maktabga borgandan keyin desak, boshlang'ich 上小学，上小学。Andin to'liqsiz 上初中，上初中。to'liq o'ttir 上高中，上高中。oliy maktabda o'qisa 上大学，
上大学deymiz的。好，下面一个呢，新yeni。那你们narsa ish qilib koni emas yeni bo'lsa shin desak bo'ladi. Yeni kiyim bo'lsa shin yifu, yeni kitob bo'lsa shin shu, anandiki yeni uy bo'lsa shin fangzi desak bo'ladi va masalan men bir yeni soat setib oldim, 我买了一块新表，我买了一块新表。那 at chiqib ishga qo'l yeni kiyim setib olay. 明天我去买2套新衣服。明天我去买2套新衣服。desak bo'ladi. 好，剑，横折横横，然后yana 2个横竖，然后一个剑字旁啊。剑呢 qurmoq degan ma'noda bo'ladi. 比如说建学校 maktab qurish, bino qurishlarni qurgan vaqtimizda 建 deymiz. 比如说bu binoni yangi qurgan desak, 这栋楼是新建的，这栋楼是新建的 desak bo'ladi. Ular bir maktab qurdi, 他们建了一所学校，他们建了一所学校 desak bo'ladi. 支教muarifqa yordam bermek. Hozir mushu asos qatlamlarda nurg'un muallimlarimiz berib mushu muarifqa yordam berish deb dars o'tadi. 那么他们就是支教老师啊，他们就是支教老师。然后呢，比如说今年我们这里来了10位支教老师。bizning bu yerga 10 mushu muarifqa yordam beradigan muallim keldi. 我们这里来了10位支教老师 desak bo'ladi. Eng oxirgi so'z bek degan gap. Buni ishlatgan vaqtimizda masalan men bek xushib ketdim bo'lsa 我可高兴了，我可高兴了 desak bo'ladi. Nima undan boshqa mening bolam bek aqlli desam, 我的孩子可聪明了，我的孩子可聪明了 desak bo'ladi. 可 burun biz o'rgangan lekin degan ma'nosidan boshqa yana bek degan ma'nosi bor. Igininki keyniga qo'yib turib ishlatamiz. Xo'p, bugungi so'zlar sal jihob qoldi. 同学们回去作业呢是每一个这个生词呢都要多读几遍，然后再写一写啊。那最后跟老师呢读一下啊，bir o'qiydi, ana degan darsni tushaylik啊。刚才差点儿认出来更老样子，到新郎精神的，别拿开玩笑。咦，记得去年条土路变说对后村变化柏油路修路灯安上五颜六色幼儿园新建支教可。好，那亲爱的同学们，今天我们的课就先上到这里，我们下一期再见。